Biz bugun Farg'ona shahrimizdagi eng chiroyli novostroykalardan biriga keldik do'stlar. Bu yerda 8-qavatda juda ham chiroyli kvartira bor ekan deyshti. Oldingi biz obzorlarimizda ko'rgandingiz. Egalari bilan shaxsan o'zim ham gaplashdim. Qanaqa uy, nimaga bunaqa qimmat dedim. Aka, siz bitta OX kelib ko'ring. O'zingiz obzor qilmasangiz bo'lmaydi. Bu joyga sarflagan pulimiz bor-ku, shunaqa ko'p ketgan, eng sifatli narsa ishlatganmiz. YouTube kanal uchun adashmasam 20 minutdan oshiq hozir obzorda tayyorlaymiz. Haqiqatan uyning ichida shunaqangi zo'r narsalar ishlatilgan, ko'rib maza qilasiz. Ushbu uy sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Hamma ham ola olmaydi bu uyni, lekin men videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu kanalimizdagi eng katta obzor. Birinchisi, ikkinchisi, bu joyda shunaqangi ko'p foydali narsalar ishlatilgan, keyinchalik uyingizni qursangiz yoki remont qilsangiz foydalanishingiz mumkin. Hovli qismi haqida, ya'ni dom haqida bitta qisqacha gapirib o'tay. Aloqa bankda yonginasida joylashgan, Farg'ona shahrimiz universitetga yaqin hududda, sentralniy zona. Yopiq hovli, begona odam kira olmaydi. Pult orqali eshikni ochib yopishingiz mumkin va mana bu yerda parkovka zonasi bor. 2 donagina pod'ezd bor, xolos. Ko'rishingiz mumkin. 8 qavatli domda 8-qavati. Hovli qismimizda burchagida esa qozon-o'choq, mangal va tandirxonasi ham bor. Ya'ni to'y marosim, biron bir tadbir uyushtirsangiz ham bemalol mehmonlarni chaqiraverasiz. O'zi mehmonbop uy. 106 kvadrat metrlik kvartiramizning obzoriga ketdik do'stlar. Do'stlar, ushbu xonadonimizning egalari xonadonimizni $105,000 ga baholashyapti. Ochig'i 3 xonali kvartira uchun telefonda bog'langanimda, aka qimmat, bunaqa narxga qo'ysak kanalimizga, menimcha obunachilarimiz faqat qimmat degan kommentariyalar bilan bizni so'kib tashladi dedim. Kelib ko'ring, puliga arziydi deyishdi. Bitta ko'rib tushdim. Haqiqatan ham arziydi. Men sizlarga obzorini tayyorlayapman. Ushbu domimizda liftlari ham Kone brendi ostidagi eng sifatlilari qo'yilgan ekan. Tushishlari ham, chiqishlari ham shunaqangi plavni umuman bilinmaydi ekan. Keyingina sharoit. Zo'r. Mana uyimizga ham ko'tarilib oldik do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli remontdan chiqarilgan. Birma-bir sizga ushbu xonadonimizda obzorini ko'rsataman, qulayliklarni aytib o'taman. Videomiz uzoq bo'ladi. Endi boshladik. Taxminan rejam bo'yicha bir 10-12 daqiqa. Choy damlab bemalol joylashib oling. Kirishimiz bilan mana eshikka nazar solamiz. Bu yerda smart qulf o'rnatilgan. Domofon uchun ham o'z aslida joy tashlab ketilgan edi. Lekin hozirgi yanada zamonaviyroq usulida Ervis smart qulflari o'rnatilgan. Bu yerda nima qulayligi bor? Domofon ham, kamera ham hamma yo'q shuni o'zini ichida. Va telefonga ulab olasiz. Ya'ni uyning ichida bo'lishingiz shart emas. Toshkentdamisiz, Farg'onadamisiz, boshqa chet davlatdamisiz, uyingizga kim keldi? Hattoki telefondan ham eshikni ochib qulflashingiz mumkin. Bu yana nima qulaylik beradi aytaymi? Menga o'xshagan ko'p narsa esidan chiqib qoladigan odam bo'lsa, eshik qulfladimi yo'qmi, ochiqmi yo'qmi deyishni o'rniga telefondan kirasiz, qulflamagan bo'lsangiz, bitta bosib qulflab qo'ysangiz bo'ladi. Xonadonning ichiga kirishimiz bilan chap qo'limda mana shunaqangi katta oyna qilingan. Sababi nima bilasizlarmi? O'zi ushbu joyimiz keng mana. Ko'rishingiz mumkin. Taxminimcha 1,5 metr atrofida. 1 metrdan oshiq. Bu joy yanada mana bu oyna qo'yilishining sababi ushbu joyimizni yana ham keng ko'rsatib berish maqsadida. Qarang, ertalabda kiyinasiz, ishga qanday tayyor bo'lganingizni bilib turib, butun bo'yingiz ko'rinadi. Bemalol chiqib ketishingiz mumkin. Xo'p, kirishimiz bilan o'ng qo'limizda esa 3 ta qatordan iborat bo'lgan kenggina shkafni ko'rishingiz mumkin. Bu joyga ancha-muncha narsalar sig'ib ketadi. Qishki, yozgi kiyimlar, ortiqcha doimiy ishlatilmaydigan narsalar shu joyga joylashadi. Mebelning sifatiga e'tibor beringlar. Bu yerda oddiy mebel yo'q. O'zi bu yerda oddiy narsani o'zi yo'q. Hammasi Krashinning eng sifatli mebellar ushbu xonadonimizga o'rnatilgan. Xonadonimiz to'liqligicha istiqbol qilingan. 106 kvadrat metrdan iborat bo'lgan ushbu xonadonimiz minimalizm usulida remontdan chiqarilgan. Bir ko'rinishdan oddiyga o'xshaydi. Lekin tasavvur qilishingiz uchun ushbu devorlar tekis chiqishiga mana shu joyga necha tonna rodman ketgan deb o'ylaysiz? 1 tonna, 2 tonna yo'q do'stlar. Naqd 8 tonna rodman ketgan. Devor tekis chiqib, ideal holatda ko'rinishi uchun. Agarda buncha narsa ishlatishmaganda, mana bu tushayotgan yorug'lik qing'ir-qiyshiq bo'lardi va sizni nima desa bo'ladi, tabiizni xira qilib qo'yardi. Kirishimiz bilan keyingina yana koridor ko'rishingiz mumkin va birinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Bu yer syurprizlarga to'la. Nimaga deysizmi? Oddiy mana shu lustrani zakazga
adashmasam uyda egalari yo $700 yo $800 narx aytishdi. Men bir ko'rishda buni material deb o'ylabman. Keyin uy egalari chiqib ketgandan keyin ushlab ko'rdim. Bu shisha ekan. Turishini qaranglar, juda ham chiroyli. Kattalar yotoqxonasida tumbuchkasi bor, o'zini yotoqxona mebeli bor va ikkita shkafi joylashgan. Ushbu yotoqxonamizga ham oddiy narsa ishlatilmagan, podzakaz, yumshoq mebel yasatilgan. Matrasni o'zi ham O'zbekistonda eng sifatlisidan. Mana bir tomoni yumshoq, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi tomonini ham bemalol ishlatishingiz mumkin. U ortopedik. Juda ham chiroyli chiqdi. Mana bu tomonimizda esa o'zini alohida sanuzeli bor. Ko'rishingiz mumkin. Sanuzelga ham oddiy santexnika mahsulotlari ishlatilmagan. Bu joyda italyanskiy hamma furnituralar italyanskiysi qo'yilgan. Remontiga bitta e'tibor berasizlar. Sizlarni jalb qilishim kerak bo'lgan joyi mana bunaqangi burchaklarda bironta joyida uголок ko'rmaysizlar. Eng qimmat kafel ishlatilgan va o'shanga yarasha mehnatini ham zo'rini qilishgan. Qaranglar, bir tekisda juda ham chiroyli chiqqan. O'zim xudo xolasa uy qilsam, xuddi mana shunaqa smesителdan qo'yaman. Mana bu yerda turbalari ko'rinmasdan estetichni ko'rinadi. Devorni rangiga, kafelni rangiga moslab turib, hamma narsalarni tanlashgan. Xo'p, siz aytishingiz mumkin, hozir patologda lyustrani ko'rsatgan paytimizda, siz aytgan ikki tomonda ikkita bo'sh chiziq turibdi. Bu chiroqmi desangiz, yo'q do'stlar. Bu ventilyatsiya. Restoranlarga, katta o'quv markazlariga, maktab bog'chalarga qo'yilishi kerak bo'lgan narsani kvartirani ichiga qo'yishgan. Ya'ni hozirgi kunda mana video chiqardik bir necha kun oldin. Farg'ona shahri Toshkentdan o'tib ketdi. Ha do'stlar, bu narsani aytish o'zi biroz qo'rqinchli. Ya'ni havo tozaligi bo'yicha biz Toshkentdan ham iflosroq bo'ldik va bu narsa onlayn tarzda ofitsialni, ya'ni rasmiy tarzda saytlarda qo'yilib boriladi. Osmondan olganim yo'q bu xabarni. Ko'chadan toza havo uyning ichiga kirishi hozir siz uchun zarar. Buni bilarmidingiz? Bilmagan bo'lsangiz mana bilib oldingiz. Endi bu ikkala chiziqda vazifasi nima? Bu ventilyatsionni shaxta. Biri filtrlab toza havoni uyning ichiga olib kirib bersa, ikkinchisi uyning ichidagi havoni olib chiqib ketadi. Zo'rmi? Yotoqxonamizda o'zining konditsioneri bor. Avalon brendiga tegishli eng so'nggi texnologiyada o'rnatilgan. Buni plusi nimada desangiz, telefon orqali boshqariladi. Agar adashmasam, adashgan bo'lsam kommentariyada to'g'rilab ketinglar. Lekin men biladigan 100% aniq bilgan funksiyam bu odamga urmaydi. Ya'ni shu yopiq holatida ham ishlayveradi va o'zidan chiqayotgan issiq yoki sovuq havoni tarqatib beradi. Endi keyingi xonaga kiramiz. Keyingi xonada ham sizni aniq xursand qilaman, chunki noodatiy narsalari juda ham ko'p. Marhamat, bu sanuzel. Mana shu ikkita sanuzelga, xonadonimizda ikkita sanuzeli bor. Smesitellar uchun necha pul sarflangan deb o'ylaysiz? Uydagilar aytishdi $3500. Ya'ni mana shu rakovina, dush sistemasi, mana bunaqa unitaz, mana shu narsalarga $3500 pul sarflangan. Bilgan biladi, Mentco Premium degan brend bor. Imенно shu santexnika brendi aynan shunikidan qo'yilgan. Bu italyanskiy brend hisoblanadi va bu yerda siz ko'rib turgan hamma narsa kombinatsiya, ya'ni bitta brendga tegishli, ranglari, ishlashlari, sifati bir xil darajada. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga ham dushovoy sistema qilingan, vanna qo'yilgan, podvesnoy, ya'ni osma unitazlar o'rnatilgan. Buni qulayligi juda ham zo'r. Ya'ni bemalol tagini artish mumkin. Va sizlarga videoni boshida aytib ketgandim. Bu joyda uyni ko'rib, sotib olmasangiz ham videoni oxirigacha ko'ring degandim. Va bitta plusi, o'zingizning uyingizda vanna xona qilsangiz, shart emas bu qimmat remont bo'lishi. Mana shunday narsani qo'yib keting. Ya'ni bu nima desalaring, odatda tekis bo'ladi. Vanna qo'yilganda oyog'ingizni ko'pchilik urib olgan oyog'ini. Mana hozir ichkarigacha oyog'imni tiqyapman va men oyog'im kichkina oyoqlardan emas, 44-razmer oyoq kiyim kiyaman. Uchi hech qayerga tekkan yo'q. Ya'ni ichki devori ancha ichkarida. Shuni qo'yib ketinglar, podsvetka bilan chiroqlarni o'chirib qo'yish. Shu podsvetkani o'zini yoqsangiz ham mazza qilib vannada dam olib yotishingiz mumkin va oyog'ingizni urib olmaysiz. Veshalka uchun joylar qilingan. Mana bu yerda shampunlar uchun joy bor. Buni qo'shimchasiga yana polkalar bilan to'ldirishingiz mumkin.
shampunlar uchun, sovunlar uchun mana bu yerda alohida joylar tashlab ketilgan. Bu yerda ham uyda egalari ustadan tejashi mumkin edi. Oxirida ustaga ketgan pulda ham aytaman, hayron qolishlaring aniq. 45 gradusga charxlab turib kafillarni yopishtirishgan. Ishda tekis chiqqanini qaranglar. Voy, mazza qildim. Odatda qana bo'ladi? Shunday kafilda yopishtirishadi. Mana bu burchagi xunuk bo'lib qolgan joyida shunday uголник yopishtirib ketishadi. Bu yerda o'ta go'zal chiqqan. Mana shu sanuzilni ko'rib, uje mazza qilgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib qo'yinglar. To'xtanglar. Keling baqa. Yana bitta plyusini aytaman. Dush qilib turibsiz, odatda qanaqa bo'ladi? Dush qilib turgan joyingizda hammamiz nima qilamiz? Suvni ochib qo'yamiz, suvni isishini kutamiz, to'g'rimi? Bu yerda santexniklarimiz shunaqangi zo'r ish qilishgan. Uje hozir bu narsa ham bizda santexnik ustalarimiz bilib, tushunib qilishyapti. Ochishingiz bilan issiq suv tushadi. Buni qanday qilishgan, qanday bu ataladi bilmayman, lekin bu narsani istalgan uyda qilsa bo'ladi, u darajada qimmat narsa emas. Hozir issiq suv ochib ko'rdim. Sразу issiq suv tushdi. Sovuq suvga olib yoqaman mana. Sразу muzdek suv tushdi. Mana shu narsani siz ham o'zingizning xonadoningizda qo'llashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham ventilyatsiya o'rnatilgan. Bittasi havoni tortsa, bittasi havo beradi. Sanuzilda ko'p qolib ketdik. Qolishimizga yarashaydi-da. Eshiklarimiz hammasi krashinli MDF eshiklar. Har biri eng arzon eshigimiz 4 million so'mdan tushgan deyishdi uyda egalari. Qaranglar. Davodchiga yo'q, mashinalarga o'xshab. Bu yerda esa bolalar yotoqxonasi. Ikkita farzandingiz uchun zo'r sharoit qilingan. Rangda ham juda ham chiroyli, juda ham spokойный tanlangan. Alohida o'zining shkaflari bor, tumbuchkasi bor va ikkita spalnisi. Bu yerda ham matrasda eng sifatlisi ishlatilgan ortopedik, ikkala tomoni ham bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Devorlarimizga e'tibor beringlar. Emulsiyani menimcha Farg'onada eng sifatlisi ishlatilgan. Bugun eng degan so'zni ko'p ishlataman. Shuning uchun men vahima qilganim yo'q. Men o'zimdan qo'shib gapirganim yo'q. Menga reklama uchun pul to'lashganiga bu yerda maqtab berayotganim yo'q. Haqiqatan ham kelib ko'rsangiz bor-ku, mazza qilasiz. Ochig'i, prosta mazza qilasiz. Bolalar yotoqxonasida ham ventilyatsiya tizimi o'rnatilgan. Hamma xonalarimizda devoriga Flüger brendidagi emulsiyalar ishlatilgan. Xo'p, nima farqi bor buni? Devorda turibdi, oddiy emulsiyaga o'xshab turibdi deyishingiz mumkin. Birinchidan, bu rangni chiqarish qiyin. Aynan shunaqa rangni 5 yildan keyin yana bitta remontingizni yangilayman desangiz, Flüger brendi mexanizmlari, ya'ni texnikalari xuddi shu rangingizni chiqarib bera oladi. Ikkinchi plusi, farzandlarimizni kontrol qilish qiyin. Ular devorga chizib qo'yishi mumkin, bo'yab qo'yishi mumkin. Agar esingizda bo'lsa, bizda doimiy kuzatuvchilarimiz buni bilishadi. Hozir videosini ham mana shu yerda bir joyga qo'yib ketamiz. Biz Flüger brendi ostidagi emulsiyalarni crash test qilganmiz. Loy surkab ko'rganmiz, flomasterda, ruchkada chizib ko'rganmiz. Oddiy lattada, oddiy zubnoy pastada ketgan. Boshqa brend ostidagi emulsiyalarga agar shu ishni qiladigan bo'lsangiz, izi qoladi, dog'i qoladi. Flüger emulsiyalari surkalgan devorda hech qanday dog'i qolmaydi, nam lattada artsangiz bo'lgan. Aynan mana shu Flüger bo'yoqlari har bir xonaga ishlatilgan. Xo'p, bularni aytdim. Koridorlarga ham hamma sharoitlari qilingan. Keyingi xonamiz mehmonxona. Aytib o'tgandek, hamma xonamiz issiq pol qilingan. Eng qiziq joyi, har bir xonani o'zingizga moslab gradusini tepa-past qilishingiz mumkin. Aynan mana shu qurilma orqali, birinchi yo'li, ikkinchi yo'li telefon orqali. Ya'ni kunduzi issiqlikni tushirib qo'yib, kechki payt balandroq qilib qo'yishdi. Birgina telefon qurilmasi orqali amalga oshirsangiz bo'ladi. Eng katta xonamiz mehmonxona, ko'rishingiz mumkin. Va bu joyga naqd bilmadim bir 15-20 kishilik sharoit qilsangiz bo'ladi. Xonadon egalarining rejasi bo'yicha mana bu qismiga burchak shaklidagi yumshoq mebeli qo'yilishi kerak va o'rtada kattagina stol bo'lishi kerak edi. Aynan mana shuning uchun sharoit qilingan. Bu yerga ham Avalon konditsionerlari o'rnatilgan va mehmonxonada ham ventilyatsiya tizimi bor. Katta televizor o'rnatilgan. Mana bu lyustramiz ostida esa 6-8 kishilik stol uchun joy tashlab ketilgan.
ko'rishingiz mumkin. Endi binoyimizda aynan eng chiroyli qismi mana shu burchak qismida bu tomonga jurnalniy stolik bilan ikkita stul qo'yib qo'yish reja qilingan edi. Ko'rishingiz mumkin, pardalari bilan juda ham chiroyli chiqqan va rang oddiydek ko'rinyapti, lekin juda ham qimmat bir bogatiy effektni bergan. Lyustralar, har bitta detallar chertib tadlangan. Juda ham chiroyli. Mehmonxonamizda polo laminat qilingan, devorda ranglariga moslab turib, chiroyli rang tanlashgan. Qoyil. Aytgancha, xonamizni yanada ham keng ko'rsatish uchun devorda aynan mana shu qismida mana kvadrat shaklidagi oyna qilingan. Nima uchun buncha to'langan deb o'ylashingiz mumkin. Oddiy narsadek ko'rinadi, lekin shu narsani o'ziga ham $1000 atrofida xarajat qilishgan ekan. Lekin xonani yanada ham katta ko'rsatib bergan. Zo'ra. Endi xonadonimizni nima desa bo'ladi? Yuragini hozirlarga ko'rsataman. Ko'pchilik buni oshxona deb o'yladi, lekin unaqa emas. Katta oila bo'lgandan keyin katta oila uchun katta texnik zona ham bo'ladi. Ushbu xonani ko'rgan, tushungan va bilgan odam bu xonadondan pul ayalmaganligini sezishi mumkin. Nimaga bunaqa deyotganimni hozir tushuntiraman. Birinchi o'rinda bu mokriy zona deyiladi rus tilida, ya'ni doimiy tarzda suv aylanib turadigan hudud. Bu hududni himoyalash kerak. Qanday deysizmi? Pol qismini shunday qoldirishlari mumkin edi, lekin qo'shnini va o'zlarini remontini himoya qilgan tarzda pol jicha ko'tarilib qolgan, lekin ko'rishingiz mumkin, ana u joyda nima deydi shuni? Nomi esimdan chiqib qoldi. Trap qo'yib ketishgan. Ya'ni mabodo biron nima buzilib, biron nimadan suv chiqib ketgan holatda trap orqali kanalizatsiyaga o'tib ketadi. Adashmayotgan bo'lsam, nomi trap deyiladi. Xo'p, bu yerda Wisman двухконтурный котел o'rnatilgan. Bu nemetskiy va agar adashmasam, bu yangi котел. Bilgan biladi. Rabochiylari buni hozir $700-800 atrofida, yangisi plus minus $2000 atrofida bo'lishi mumkin. Yana adashayotgan bo'lsam, do'stlar to'g'rilab ketasizlar kommentariyada. Chunki men oxirgi marta surishtirganimda aynan shunaqa narxlarda aytishgan. Двухконтурный котелimizni yonida esa boiler joylashgan. Ba'zi bir narsalarda nomida adashib ketayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bu narsani aynan ko'p ko'rmayman. Ko'pincha bu narsalar hovlida yoki biron bir kattaroq o'quv markazi, maktablarda ko'rganman. Kvartirada shaxsan o'zim birinchi marta ko'rishim. Boilerda vazifasi nima? Chiroq o'chib qolgan tarzda ham buni ichida mana bu yerda yozilishi bo'yicha 400 litrdan oshiq suv bor va bu sizga kamida bilmadim 1 kun yoki 2 kunga bemalol yetkazib bera olsa kerak, lekin kitobida yozilishi bo'yicha 48 soat davomida issiqlikni ushlab beradi. Demak, issiq suvdan bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana nimalar bor? Bu joyimizda ko'rib turganlaringdek, elektrikaga oid bo'lgan narsalarimiz bor. Wi-Fi ham aynan shu yerda, hattoki bu xonada ham ventilyatsiya o'rnatilgan. Va ushbu xonamizdagi oxirgi qurilma meni bo'yimdan jicha kichkina bo'lgan kir yuvish mashinasi. Bir ko'rganda buni faqat kir yuvadi, quritadi deyishingiz mumkin. Yo'q, bu ikkalasi ham bir vaqtda o'zida ham kir yuvishi mumkin, ham quritishi ham mumkin. Ikkala baraban ham bir vaqtda ishlashi mumkin ekan. Hoffman brendini eng so'nggi texnologiyalardan biri. Shuni bilganlar kommentariyada yozib qoldiring. So'rabman-ku, ochig'i esimdan chiqib qoldi. Bu ham kam $2000-3000 atrofida tursa kerak. Uyimizda yuragidan chiqib, eng shirin xonasiga kiramiz. Meni nima deydi, o'ziga tortgan joyi aynan shu bo'ldi, chunki ovqatlanishni yaxshi ko'raman, ovqat pishirishni ham yaxshi ko'raman. Mana bu yerga stol stulni qo'yasiz. Konditsioner bor. Bu tomonga bitta televizorda ilasiz va mana bu yerdan mazza qilsangiz bo'ladi. Xo'p, zona хранения, холодильник tomoni, tayyorlov hududi, yuvish hududi, mana bu yerda esa pishirish hududi. Buni ruscha atamalarini bilaman, hozir to'g'ridan-to'g'ri sizlarga tarjima qilib beryapman. Oshxona mebelimizda ham arzon narsa ishlatilmagan, birgina
stoleshnicasini va mana bu yerdagi fartukini ko'rib turib bunga guvoh bo'lishingiz mumkin. Ya'ni toshdan qilingan, bir-biriga ulangan holda juda ham chiroyli, juda ham sifatli chiqadi bu narsa va diqqat e'tiboringizni moykaga qaratishingizni xohlardim. Moyka o'rnatilmagan, shu toshni o'zidan qilingan. Ya'ni bu yerda chok degan narsa yo'q. Bemalol yuvib, shu yerda o'ziga tashlasangiz bo'ladi. Bu yechimda plyusini aynan mebelchik tanishlarimiz menga tushuntirib berishganda, suv yig'maydi, qanaqadir mikroblarni yig'maydi va juda ham katta plyuslari bor. Eng asosiy plyuslardan biri birga bo'lishini juda ham chiroyli estetik ko'rinadi. Chunki akamni uyiga oshxona mebeli qilganimizda, mana yaqinda remont proyektimizga ham oshxona mebeli qildik. Stoleshnica bitta rangda, moyka aniq ikkinchi rangda bo'lib qoladi. Rangini topish uchun ham bilmadim 1 kunmi 2 kun vaqt sarflaganmiz. Barcha mebel do'konlarini aylanib chiqqan edik. Mana bu yerda oynadan shahrimiz manzarasi ko'rinib turadi. Bu yerda ham ventilyatsiyalar to'liqligicha o'rnatilgan. Ushbu xonadonni sotib olgan uy bekasi nima ovqat qilsa ham mana shu oshxona eshigining ag'iga hidi o'tmaydi. Chunki bu yerda ham Hoffman brendiga tegishli bo'lgan gaz plita vытяжкasi o'rnatilgan. Buni kuchi yetmagan joyida albatta tepada ventilyatsiyamiz bor. Bu yerdagi hidli havoni olib chiqib ketadi va toza havoni sizga olib kirib beradi. Xo'p, oshxonamizda yana nima bor? Hoffman brendiga tegishli bo'lgan idish yuvish texnikasi. Bu ham eng so'ngilaridan. O'zimni uyimga qidirganimda biz Bosch brendidan keyin sotib olgandik. Lekin bilishim bo'yicha Hoffmanda aynan shu modelida idish tovoqlarni yuvib bo'lgandan so'ng avtomatik tarzda o'zi ochib qo'yadi. Ichida havo dimlanib qolmasligi uchun. Biz sotib olgan Bosch brendida bunaqa yo'q, boshqa modelda bo'lgan. Gaz plitalar haqida gapirdim. Mana bu yerda pech joylashgan. Mana bu yerda esa xolodilnik. Suxoy xolodilnik haqida eshitganmisizlar, yo'qmi bilmayman, lekin mana ko'rishlaring mumkin. Bu yerga aynan shunday suxoy xolodilnik o'rnatilgan. Mana shu furniturani o'zi 2023-yili mebel sexda reklamasi bilan shug'ullanganimizda, Zamin Baraka bilan hamkorlikda ishlaganimizda, agar adashmasam 300 yoki 400 dollar turardi. Mana shu suxoy xolodilnik. Hozir bilmadim, narxi o'zgargan bo'lishi mumkin. Bu razmeriga, polkalar soniga bog'liq, lekin eslashim bo'yicha mana shunaqa edi. Polkalar yetarli, joylar yetarli. Katta oilangiz uchun bu yerda bemalol sharoit qilishingiz mumkin. Nimalar haqida gapirmadim. Xonadonimiz to'liqligicha istiqbol qilingan. Ba'zi bir hududlar, ho'l bo'ladigan hududlar, koridor hududlari to'liqligicha kafil qilingan. Kafilda ham oddiysi emas. Hindiston kafillari ishlatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Interyerga, remontlarga, devorlarning rangiga moslab turib qilingan. Ushbu xonadonimiz kim uchun deysizmi? O'zini qadrlaydigan, haqiqatan ham puli bor. Nima deydi? Komfort hayotni xohlaydigan, oilasi uchun zo'r sharoit qilib beraman deydigan odamga juda ham mos keladi. Eng qiziq joyini aytaman, siz bunday sharoitda misol noldan korobka holatda kvartira olib bitiraman desangiz, plyus zo'r bo'lib turgan paytida ham menimcha 3-4 oydan oshiq vaqt ketsa kerak. Chunki dizaynerskiy proyekt, har bitta detali o'ylangan, har bitta qarichi qayerda nima bo'lishi o'ylangan proyekt. 4 oydan 5 oygacha vaqt olsa kerak. U ham mayli, vaqtingiz bo'lishi mumkin, pulingiz bo'lishi mumkin, lekin sizni qaytarib bo'lmas bitta narsangiz bor. Bu albatta asab. Bu narsani chiqarguncha ustalar bilan tortishasiz, urushasiz kerak bo'lsa, asabingizni, energiyangizni, nervlaringizni ketkazasiz. Ushbu xonadon esa tayyor. Ustalar haqida gapirib o'taman dedim videomizning oxirida. Yaqinda Patkulch remont xizmati bilan shug'ullanuvchi ustalarimiz bilan gaplashgandim. Eng minimal holatda, korobka holatdagi kvartirani olsak, qanchadan remont qilsak bo'ladi deb so'rasam, Said Kamol $150 atrofida mebel texnikasiz uyni o'zini hamma remontini chiqarib olsak bo'ladi deydi. Nima kiradi buning ichiga desam, usta haqqi material, obyetlari, yugur, hamma narsasi ichida biz 100% qilib beramiz deydi. Zo'r dedim, yoqdi. Chunki ekonom variant ham bo'lishi kerak. Bu uyga polga hisoblaganda
usta haqqini o'zi 110 dollardan tushibdi. Tasavvur qiling. 106 kvadrat bo'lsa, 15 ming dollar atrofida usta haqqini o'zi bo'lgan. Chunki haqiqatdan ham bu yerda juda ham katta, juda ham nozik ishlar amalga oshirilgan. Ushbu xonadon sizga ma'qul keldi deb o'ylayman. Ko'p narsalar o'rgangan bo'lsangiz, men xursandman. Buning uchun videoga albatta like bosib qo'ying. Nima o'rgandingiz? O'zingizning uyingizga nima ishlatasiz? Shularni iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda ham shunaqa uylarni olib chiqaylikmi, sizlarga qiziq bo'ladimi? Va e'tibor bergan bo'lsangiz, faqatgina Vodiy House kanalida mana shunaqangi eksklyuziv uylarni obzorini chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta Vodiy House kanaliga obuna bo'ling. Biz Farg'ona va Qo'qondagi eng chiroyli xonadonlarni sizlarga ilinib ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom eting.